Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va Cherry Ademaster Qarshi avtosalonining obunachilari. Bugun sizlar bilan Tiggo 7 Pro premium avtomobilimizni obzori va to'lov usullari haqida gaplashib o'tamiz. Bu mashinamizning motori 1.5 litrli 147 ot kuchiga ega 4 portionli turbina motor bor. Shahar ichida 8 ta, danli yo'lda 5 tagacha rasxod qiladi va undan tashqari 5 yil 150 ming kilometr garantiyasi ham bor. Ko'rib turibsiz, faralari LED optika bo'ladi. Maza qilib haydab ketaverasiz. Taylari baland, ancha katta crossover hisoblanadi. Balonlarining razmeri 18 razmerda bo'ladi va podyomlari 55 ta bo'ladi mashinamizda. Ko'rib turibsiz, bularda 360 kameralari bor va undan tashqari mashinamizning oldiga pult bilan yaqinlashadigan bo'lsangiz, beskluchovoy dostуп, ya'ni pult bilan yaqinlashsangiz, mashinaning eshigi o'zi avtomatik tarzda ochiladi. Uzoqlashsangiz, avtomatik tarzda yopiladi. Ichlari ham ancha katta, zamonaviy, karbon bilan jihozlangan, ichlari polni, eko koja bilan qoplangan, rullari ham, sidinalari ham ajoyib tarzda ishlangan, skorslari, ya'ni joystikli, xrustalniy bo'ladi. Avtomat korovkada rushnoylari elektronli, 360 kameralarigacha bor va undan tashqari mashinamizda беспроводной zaryadka, ya'ni simsiz quvvatlash ham bor. Bemalol telefoningizni simsiz zaryadlab ketaversangiz bo'ladi. Muammosiz. Ko'rib turibsiz, ichlari ancha katta, bularda panorama tomda bo'ladi. Bemalol olishingiz mumkin. Xo'p, keling. Ichlarini aytib o'taman. Kattaligi ancha katta. Orqada, oldinda, rulda podogriflar bor. Sidinalarimiz isiydi, ya'ni qiziydi. Orqa deflektordan ham issiqlik, sovuqlik bemalol haylaydi. Yozda isib ketmaysiz, qishda sovib ketmaysiz. Bagajlarni aytib o'taman. Bularda 360 kameralari bor va orqa paktronik datchiklari ham bor. Mashinamizda orqaga haydasangiz, sizni 1 metr, 2 metrgacha bemalol ogohlantirib turadi va orqaga parkovka qilishga qiynalib qolmaysiz. Mashinamiz ichi katta, bagaji, yuklarni bemalol joylashtirsangiz bo'ladi. Oilaviy mashina, tog'larga yo qanaqadir sayohatlarga chiqadigan bo'lsangiz, bemalol yuklaringizni joylashtirsangiz bo'ladi. Undan tashqari, mana bu orqa sidinalar ham oldinga qarab yotadi. Bagajimiz yanada katta bo'ladi. Bularga propanlarni ham ustorovga qilsangiz bo'ladi. O'zini himoyalovchi hamma narsasi bor. Balonlari, domkrat, ключlari, hamma narsasi bor. Mashinamizni propan qo'yadigan bo'lsangiz, o'zimizdan qo'ysangiz garantiyada qoladi. Aytib o'tganimdek, 5 yil 150 ming kilometr garantiyasi ham bor. Xo'p. Ko'rib turibsiz, bezopasniy, ya'ni jiyanlar bo'ladigan bo'lsa yokida o'g'illaringiz, qizlaringiz bo'ladigan bo'lsa, qisib qolmaydi. Xo'p, faralari ham ko'rib turibsiz, sploshnoy tarzda yonadi. Mashinamizda orqa laboylarida va oldin laboylarida va bakoylarida spirallarimiz bor. Mana bunaqa yomg'irli ob-havolarda yokida qorli ob-havolarda mashinamiz bug'lanib yokida terlab qolmaydi. Agarda sizda eski mashina yokida haydab yurgan mashinangiz bo'ladigan bo'lsa, inomarka olaman degan mijozlar uchun bizada hozirda trading xizmatlari ham bor. Eski mashinangizni olib kelasiz, bozor narxida va undan balandroqqa ham olib qolamiz va yangi mashina, mana shunga o'xshagan Tiggo 7 ga o'xshagan mashinani xarid qilib ketishingiz mumkin. Xo'p, to'lov usullari haqida qisqacha gapirib o'tamiz. Mashinamizni rassrochka, avtokredit, leasing, naqd yo'nalishlarda va причисление orqali bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Rassrochka yo'nalishlarimizni, xo'p, 25% boshlang'ich to'lov bilan boshlanadi. Avtokreditlarimiz 25% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha xarid qilsangiz bo'ladi. Foizlarimiz ancha past va leasing yo'nalishlarimiz ham bor. Leasing yo'nalishlarimizda sizni texpasportlaringiz, nomerlaringiz ham hammasi ichida 15% boshlang'ich to'lov bilan 4 yilgacha bo'lgan muddatda xarid qilishingiz mumkin. Manzilimiz o'sha, ish vaqtlarimiz o'sha, soat 9 dan kechki soat 8 gacha ishlaymiz, soat 6 gacha. Bepul test drive'larimiz bor. Mashinamiz kelib, haydab ko'rib, keyin xarid qilsangiz bo'ladi. Manzilimizda aytib o'taman. Xo'p, Yerqo'rg'on bozoridan o'tgandan keyin o'ng qo'lda joylashgan Cherry Ademaster Qarshi avtosaloni, xalq tilida aytganda esa Qarshi Koson yo'lida. Barchangizni Cherry Ademaster Qarshi avtosalonida kutib qolamiz.